Assalomu alaykum. BMW 5-seriya 7-avlod 530i M Sport avtomobil. Mashina ideal holatda. 2021-yil 140 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin. Ekspertga ham ketadi bu mashina. Ekspertga oladiganlar bo'lsa do'kon bor jo'natadigan. 28 ming dollar. Koreya puliga 40 million 700 ming won. Mashina ideal holatda. Pastamoshkasi bilan qiziqqanlar bo'lsa, o'sha ukaning nomerini beraman. So'rab aloqa qilinglar. 28 ming dollarga mashinaning narxi. Salon holati, jigarrang salon. Ideal holatda turibdi mana. Mashinaning hamma narsasi bor. Sina kontrol, sina pamyat hammasi bor. Mashina ideal holatda turibdi. Mana yaxshi ko'radigan akalarimizni sekin jo'natib olamiz. So'rasizlar. Ta'riflashga til ojiz, xullas hamma narsasi bor mashinada. 40 million 700 ming won. Koreyani ichiga ham nima deganlar uchun kreditga olib minaverasizlar. Mashinani kira setaygan joyi yo'q. Ideal holatda turibdi. Kimga kerak bo'lsa, BMW ni idora qilaman.